Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 3. Məxtumzada Xoja Abdullah İşanның kun atlab to'xtamay daydayga silishi bilan Oqsu Əmri İsmail xonning Ostoniga lashkar tortib berib, taxt saltanatni tortib olish orzusi kun sanab ishib bormoqda edi. Shu kunlarda u o'zini Saidiya taxtini tortib olishga haqli deb qaraydi. Shunga u lashkari hozirliklarni borgan siri kuchaytirib, puxta tayyorlik ko'ryotdi. Ammo ha deganda bu lashkari yurishning g'albisiga toza ishonch qilolmay, ikkitayin bo'lib qelyotdi. Ha, Shahzoda Ismoil xonning xiyollari tinchsiz, ziddiyatlik ham shirin, ham chuchimal edi. O'tirsa qopsa qilgan xiyollarining hammasi oshu saltanatlik oltin taxt bilan munosabatlik edi. U lashkari yurishning mushaqqatini, xiyim xatirini, jiyani Shahzoda Yo'lbosxon bilan bo'ladigan jangning g'albisini ham mag'lubiyatini taxt o'tirgandan keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan planlarini hammasini xiyol qiladi. Oldingi xiyoldan keyingi xiyoli ko'proq ham shirin edi. Vujudiga tugunmas lazzatlarni bag'ishlaydi. Taxtda o'tirgandan keyin Ostona, Qashqar, Xotan, Oqsu, Kucha, Ko'rla, Maralbeshi, Cholish, Seriqqo'l qatorliq muhim yurtlarga kimlarni amirlikka belgilash haqida oldin o'ylab qo'yganlarim bor edi albatta. Ana oshundaq tinimsiz shirin xayollarning allaylishida o'tirgan Ismoil xonni shipirlab kirib kelgan Hudaychining qadam tovushi cho'chitibdi. Ma'lum bo'lg'ay, Ostondan kelgan bir mehmon olilari bilan ko'rishni talab qilyotdi, dedi Hudaychi qo'l bog'lab beshni töven sağınıca. Ostondan kelgan mehmon? Ismoil xon bir oz taajjublendi. Kim ekan u? Nom amlini ma'lum qilishni xohlamadi. Olilariga ma'lum qilib qo'ysalar, ko'rishadigan muhim ishim bor deydi. Chorsoqol bastlik 60 yoshlarga kirgan odam ekan. Gap so'zlardan odatdagi odamlarda qilmaydi. İsim mərtəbəsini məlum qilishni xohlamagan bu mehmonga Ismoil xon birdilla qiziqib qoldi. Undaq bo'lsa, bir ozdan keyin kutubxonaga boshlab kirsilar, dedi Ismoil xon. Xo'sh, dedi Hudaychi kayniga yenib. Ismoil xon dastorpishning yordamida ustuvoshlarni qaytadan yangushildida noib va amirlikning belgisi bo'lgan boshmaltaqchilik cho'ngluqdagi Göher taqalgan sallisini kiyib kutubxonaga qarab mangdi. Ancha hayal qilmayla Hudaychi heliqi mehmonni boshlab kirib keldi. Bu yerdagi dastorpeshning degan gap, dastorpesh podshoh, shahzoda, amirlarning ustivoshlariga mas'ul xodim deb izohat berildi. Assalomu alaykum, shahzoda olilari. Arzimas ehtiromimni qabul qilg'aylar. Dedi heliqi mehmon Ismoil xonga cho'nqur salom bajo keltirib. Va alaykum assalom. Xush keliblar, aziz mehmon, dedi Ismoil xonmu salomni ilib kelib. Mehmon bilan sohibxonning ko'zlari bir necha daqiqa uchrashdi. Tonish chiroyi ko'ringan mehmonga sinchilab qaragan Ismoil xon birdilla sakrab turib ketdi. Voy, sizlar Mirza Babaqbek Amir janoblari emasmi? Meni asirdan chiqarib qo'ymaganliklariga ko'p tasanno, shahzoda olilari, dedi mehmon, dedi Mirza Babaqbekmi Ismoil xonning oldiga yugurib. Mehmon bilan sohibxona quchoqlashib ko'rishdi. Mehmon rostilla Ostona amri, qo'shimcha Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkari. Sultan Abdullah xonning yaqin ishonchlik odami Mirza Babaqbek edi. Tinish aman kellimi amir? deb qaytadan ahvol so'radi Ismoil xon mehmon bilan birga o'rin olgandan keyin. Bu
g'eribani yurtqa qandoq shamollar uchirib keldi o'zlarini. So'zlab kelsam gap to'la oliylari, dedi Mirza Babaqbek ig'ir o'ksinib. Ostoniga patmagan bu arzimas beshimni ilib, olilarini panohdab keldim. Mirza Babaqbek lochin-dona, qalampur, yelila va boshqa dori darmaklarni mo'l silib, ochiq damlangan zafar choyni sumirib o'tirib, oqsuvga kelish sababini so'zlashga boshladi. Yo'lvosxon inisi Shahzoda Abdumo'minxonni taxtda o'tirgan yerdila chepib tashlagandan keyin o'zini Yakan Saidiya saltanatining Xoqoni deb jakolab taxtda o'tirdi-da, nima qilarini bilolmay, xavfsirab, vahimada qolgan o'rda arkonlariga xushchiroy muomala qilib, sarosimiga tushgan ko'ngillarni tindirdi. Birmi amrining mansab martabasini elib tashlamadi. Ammo muhim yurttarchilik ishlarini o'zining Qashqardan birga agashtirib kelgan amir sarkarlari bilan kengashdi. Xo'ja Hidoyatullo Ishonni bo'lsa, alohida hurmatlab taxtning yindan o'rin berdi. Hidoyatullo Ishon o'rniga kirsa, qoidani buzib, o'rindan turib hurmat bildirdi. Taxtga yondash qo'yilgan shohona kursiga taklif qiladi. Hidoyatullo Ishon o'tirmaguncha o'tirmaydi. Ishonga qilgan har bir so'zda qutbil ahtob, piri buzruk avliyo, valiyullo degandek iboralarni ishlatishni esidan chiqarmaydi. Hatto saltanatdan sudukdan mustasna tutishdan iborat ota mirosiga xiloflik qilib, barliq o'rda arkonlarini sulki ishqiyaga da'vat qilib, Hidoyatullo Ishonga qo'l berishga majburladi. Azaldan sulki Ishoqiya yo'lini tutib kelgan xeyli ko'p amirlar qo'llardan ansirab Hidoyatullo Ishonga murid bo'ldi. Yo'lbosxonga Ishonga yaxshi ko'rinish uchun besotidagi mol dunyolarini, qimmat baholiq buyumlarini o'ymay sovg'a qildi. Shahzoda Yo'lbosxonningmi, Hidoyatullo Ishonningmi o'rdadagi ko'ni amirlarga bo'lgan muomalasi siliq edi. Xushchiroy muomala qiladi. Amirlarning qasrlariga chaqirgan mehmondorchiliklariga qolmay boradi. Yeydi, ichadi. Bergan sovg'a salomlarini takallufsiz qabul qiladi. Ammo o'rdining muhim kengashlarida bu amirlar yanala sirtda qoladi. Xuddi Yo'lvosxon untiqoqliq kesliga giribdor bo'lgandek, muhim kengashlarda, ishlarda bu amirlarni izidan chiqarib qo'yadi. O'rdida amirlar nisbiy tinchlikqa, xotirjamlikka erishgani bilan bechora, begunoh ostona xalqi teqichilar o'tning orasida yashayotadi. Hidoyatullo Ishonning ishqiyachi xalifa so'pilari sulki Ishoqiya muridlarini tozalash bahonasi bilan kunda degudak odam tutishadi, o'ldiradi. Mol-mulkini musodir qiladi. Dahshatli sulk taqibidan ko'cha ko'ylarni qoplab ketgan xufiya payloqchilardan puhrolar xotirjam sirtqa chiqolmaydi. O'z vaqtida Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning so'pi jallodlari Qashqardagi begunoh oddiy ishqiya muridlarga qandoq zulm solgan bo'lsa, Hidoyatullo Ishonning so'pi jallodlarimi ostondagi begunoh oddiy Ishoqiya muridlarga uningdan oshirib zulm silayotadi. Oltinliqim, chiltanlarim mozorlarda tilamchilar to'pi kundan kuniga ko'payotadi. Orda amirlarining hech qaysisi ostona xalqining bu fojialik qismatlari haqida Sultan Yo'lvosxonga ma'lumot sunishga jur'at qilolmaydi. Chunki Yo'lvosxon Xo'ja Hidoyatullo Ishonning tavsiyasi bilan sulki ishqiya targ'ibotini qo'llash, sulki Ishoqiya targ'ibotini cheklash xususida xonlik qonun jasoqqa tuzitish kirgizgan bo'lib, Ishoqiya muridlariga ish og'ritish, ularni qanot ostiga elish qonunga xilof qilmish hisoblanadi. Shundaq kishilarning jaddiy jamiyati qirilib ketadi. Bu fojialik qismatlarni Xo'ja Hidoyatullo Ishon Yo'lvosxon hokimiyatining muqimligi, tinchligi, osoyishligi uchun deb tushuntiradi. Shahzoda Yo'lvosxon bo'lsa, buningga shaksiz ishonadi. O'rdadagi nisbiy tinchlik, xotirjamlik,
az kam 6 oy davomlashdi. Bu jarayonda qanot quyruqini o'ngishtirishga ulgurgan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon amdilikda asli qiyofatini oshkorlashga boshlagan edi. Bir juma kuni attiganlik qabuldan keyin Shahzoda Yo'lbosxon lashkari divonning amri kabir Çöpük Mirza bilan orda ishik og'asi qo'shimcha orda muhofizatchilar qo'shinining amri Mirza Tangriberdi-bagni tuyuqsizla o'limga hukm qildida naq maydonda kollisini oldiribdi. Bu ikki riyokor amir dedi Yo'lbosxon chiroyidan dahshat yog'dirib turib. Xonga osiylik qilib, Farg'ona amri bilan xufiyani aloqa bog'labdi. Ularning turalg'usidan shu xususda yozilgan qora xat tepildi. Endi kimki buyuk saltantimizning uluni ko'lab, munofiqlarcha ish-harakatlar bilan shug'ullanadigan, ularning kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto Janobi xon otamning e'tiborlashiga erishgan amirlardan bo'lishiga qaramay, qo'llisi ilinadi. Qilchi rahim shafqat qilinmaydi. 7 jamoatigacha qirib tashlanadi. Yo'lbosxon dalil isbot sifatida qo'yindan bir parcha xatni ilib pulan olib qo'ydi. Qattiq vahimadan qo'llarining qo'yg'usida qolgan amirlardan hech qaysi u xatni Yo'lbosxonning qo'lidan ilib ko'rib beqishga petnamidi. Xatning mazmuni: Amri kabir Çöpük Mirza bilan orda ishik og'asi Mirza Tangriberdi-bag Farg'ona amriga Saidiya xonligiga lashkar tortib kelib, o'z tasarrufiga erish taklifini berib, uningga ichidan moslashadiganligini bildirib xat yozganmish. Farg'ona amri bularga pat yaqinda Saidiya iliga qarab lashkar tortadiganligini, uninggacha puxta tayyorlik ko'rib turish to'g'riliq xat yozganmish. Bu qora xatning rost yolg'onligi noma'lum bo'lsa-mu, lekin Shahzoda Yo'lbosxonning bu ikki amirni o'tirib etib, bular tutib turgan ordining muhim lashkari huquqini Qashqardan agashtirib kelgan o'zining sarkarlariga ilib bergani amaliyat edi. Çöpük Mirza bilan Tangriberdi-baglarning o'limi ishning muqaddimasi edi. Shuningdan keyin orda arkonlarining orasida osiylar pat-pat chiqib turdi. Yo'lbosxonmi rahimsizlik bilan ularning kallisini ilib, ular tutib turgan mansabga o'zining yaqinlarini bir-birlab qo'ydi. Ozg'ina kam 2 yil ichida Sultan Abdullohxon davrida mansab tutgan orda arkonlarining 10dan 9i osiy bo'lib ketdi va yengilandi. Mana endi o'zining barbara yolg'iz qilayotganligini sezgan Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkari Mirza Babaqbegning ko'ngliga shak tushishga, qo'llisidan ansirashga boshladi. Shundaqdimi u har bir qadamini avaylab puxta besiyotdi. Uzun mezgil Ostonaning amirligini, Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkarlik mansibini ustiga ilib kelayotqashqa, Ostona xalqi orsidimi va xillangan bir tuman Ostona muhofizatchi qo'shinining sarkarda lashkarlari orsidimi yuksak hurmat, obro'yi bor edi. Ostona fuqarolari bu peshqadam amirning odilligi, adolatparvarligi, ojiz, kambag'allarning holiga yetadiganligi haqida maqtashib hikoyalarni to'qishsa, Ostona muhofizatchilar qo'shinidagi sarkardalar bu peshqadam sarkardining jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirining yigonligini ta'riflashib, uni marhum Amir Kabir buyuk harbiy sarkarda Hinduqo'sh Mirzaga taqqoslaydi. Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonmi Ostona xalqining qo'zg'alib ketishidan, shu sababdan taxt saltanatga xavf yetishidan ansirab, bu peshqadam amirga so'g'uq qo'lini uzatmay ilojsiz payt kutib Maxtumzada Xo'ja Abdullo Eshonning Oqsuga qochib ketib, Oqsuning noib amiri Shahzoda Ismoilxonning homiyligiga erishishi va nurg'unlagan Isoqiya muritlarining qochib berib Oqsuga to'planishi Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshonning o'g'isini qaynitib, ko'ngil oromini buzvatgan edi. Shunlashqa ular 2 yildan beri aholini lashkariy majburiyat o'tashga zo'rlab, Oqsuga jazo yurishi qilish uchun 2 tumandan ortiq lashkar to'plab mashq qildiryotdi.
Bu yıl bahar kirgenden beri ularning lashkari hozirliklari bahonsiri kuchayib beryapti. Her qıtımlıq orada kengişide Aqsu'daki İsaqiyatçı Asi murtatlarni cazalash tadbirlari muzokara qilinmay qolmaydi. Bir kuni atganlik qo'boldan keyin Shahzoda yo'l bosgan Ostona amiri Mirzo Babaqbekning Buyuk Saidiya xonligi uchun ko'rsatgan katta to'hpalarini biroza maqtagandan keyin uning ko'rsatgan ajr to'hpasini tatbiqlash, iqtidorni texim yaxshi joriy qildirishga sharoit hozirlab berish uchun uni Arkoniy davlatlik martabasiga Arkoniy davlat degan bosh vazir ko'tirganligi haqida yorliq jakarladi. Kutilmagan bu katta shon sharafdan Mirzo Babaqbek bir haza tush ko'rgandek bo'lib turib qoldi. U Sultan Abdullah Xon davridan boshlab hech qanday bir amrni Arkoniy davlatlik martabasiga ko'tarmay, bu katta martabani o'zining xonlik martabasiga birlashtirib, hokimiyat yurgizib kelganligini obdan biladi. Endi Sultan yo'l bosgan qoidani buzib, bu katta martabani Mirzo Babaqbekka taqdim qilg'isi kelib qopti. Arkoniy davlat Mirzo Babaqbek odilari yorliq topshirib olg'ay deb to'lidi yorliqchi yilg'icha xiyol surib turib qolgan Mirzo Babaqbekka qarab. Xon odilarining shafqatiga hech qollo dedi Mirzo Babaqbek yorliqni beshidan egiz ko'tarib. Ostonaning amirligini qo'shimcha Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkarligini hozircha Qutbul Ahtob, Pir Buzruk, Xo'ja Hidoyatulloh Ishon hazratlari vaqtliq ustiga og'ay dedi yo'l bosgan og'zaki yorliq jakolab. Yorliqni anglab Hidoyatulloh Ishon mamnunlik bilan chiroyiga kulki yugurtib qimirlab qo'ydi. Ammo Arkoniy davlatlik yorliqini tutib turgan Mirzo Babaqbek tuyuqsiz beshidan bir chelak sovuq suv quyayotgandek cho'chib ketdi. Yuragi dukurladi. Mirzo Babaqbek shu kuni o'rnidan chiqqandan keyin qasriga qaytib kelib uzoq o'ylandi-da, buning ustilik bilan qurilgan bir to'zaq ekanligini tushunib oldi. Oqsuga yurish qilishga tamshilib turganda orqa sapdan xotirjam bo'lolmay, Hidoyatulloh Ishon bilan xeyli uzoq bosh qotirib yurib, mana mushu Arkoniy davlatlik hiylasini o'ylab topgan edi. Ostona amirligi, Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkarligidan iborat ma'muriy va lashkariy huquqdan ayrilgan Mirzo Babaqbek tabiiy yo'sinda atrofidagi sadoqatman qo'lg'uvchilardan yiroqlashadi. Arkoniy davlatlik martabasi amniyatda bir nomi ulug', suprasi quruq mansab edi. Xolos. Bundaq ahvolda Mirzo Babaqbekning kollasini har qachon og'il bo'ladi. Va bu ishdanmi uning qo'lg'uvchilari o'z vaqtida xabar topolmaydi. Uninggacha Hidoyatulloh Ishon Ostona muhofizatchilar qo'shinining sarkardlarini almashtirib ulguradi. Mirzo Babaqbek mushularni o'ylab ketganda yana bir qatim qattiq cho'chidi-da, o'zining mahshar kunining yaqinlab qolganligiga ishondi. Bu bala qazodan qutulishning birer apchil chorasini tepish uchun o'rniga bitap bo'lib qolganligi haqida ma'lumot yo'llab etib, uydan chiqmay yetib oldi. Bu jahonning koridan tashlab qochqin boridan debla ha? Amri oxir dedi Mirzo Babaqbekning bayonlarini anglagan Ismoilxon kulib ketib. Yo hazrat, bu yo'l bosgan bilan Hidoyatulloh Ishonning hili mikri nima degan ko'p a? Shuni desilar olilari, dedi Mirzo Babaqbek piyoldagi suvib qolgan choydan o'tlab etib. Oqsuga kelib, janob birni panohdosh qaroriga kelgandan keyin Ostona qo'qidagi sarkarlarning yordami bilan bola chaqamni ilib, u udul bu tarafga yugurdim. Balkim yo'l bosgan mening qochqinimdan kechikib xabar topgan bo'lsa kerak, yoki qo'g'lab kelgan lashkarlar yetishamidimi tong, ularga yo'liqmidim. Her narsa bo'lsa Alloh egam tinch omonlikni beribdi, dedi Ismoilxon xush bo'lib. Sizlar bundaq bexabar bo'lib o'tirsizlar bo'lmaydi olilari, dedi Mirzo Babaqbek muhim bir ishni esiga ilib. Yo'lbosxonning jazo yurishi qig'uvchi qo'shini Oqsuga qarab yo'lga chiqib bo'ldi, ehtimolim.
Dərhal hazırlıq görüp qoymasılı bo'lmaydi. Xotirjam bo'lsizlar, amir janobları, dedi İsmailxon chiroyini o'zgartmay. Bizning tayyorliqlarimizmi xelidan beri putib qolgan. Yo'lbosxon kimmisimi men boratdim. Hozirla farmon tushiray. Oqsu lashkarlarimi bugunla Ostonaga qarab otlansin. Zinhor undaq qilmag'aylar, xon ota. Zinhor undaq qilmag'aylar, xon ota. Dedi bayatdan beri eshik tubida bularning parig'ini anglab turgan Malika Muhtaram xonim bo'sug'idan atlab etib. Biz Ostona lashkarlarining kelishini kutaylik. Uzun yo'l besib, herib charchab holdan ketgan lashkarlarni mag'lub qilmoq texmi oson. Hoy, bu Malika Muhtaram xonim emasmi? Dedi Mirza Babaqbek o'rnidan turib, Malikaga ehtirom bildirib. Ras aytila Malikam. Biz lashkarlarimizni yo'l mangdirib, hardirib qo'ymayli. Mayli, shundoq qilayli amsa, dedi İsmailxon qo'shildiganligini bildirib va Malika Muhtaram xonimga qarab kuldi. Men texi Malikamni jang nomalarini so'zlashnila biladi deb o'ylab ekanman. Lashkariy tadbirdimi istidodi bor ekan emasmi? Malikam jangbozlikqimi mohir, dedi Mirza Babaqbek va İsmailxonga ayni yili Malikaning Hinduqush Mirza bilan Qashqarga jazo yurishi qilib berib, Qizilning u tarafidagi soyda Mirza Yusufbekni o'qya etib yiqitib, nayza sanjib o'tirganligini hikoya qilib berdi. Mundaq ishlarmi bormi texi? Ajab menga so'zlab bermabsiz-g'o qizim, dedi İsmailxon. Siz mendan jangga qatnashmaganligimni so'ramagan tursizlar. Ya'ni texi ha degandilar meni yo Malikaga yo shahzodaga o'xshashmaydi deb tanbih beryapsizlar. Bu ishlarni qandaqmi deb beray sizlarga? Malikaning bu so'zini anglab, İsmailxon bilan Mirza Babaqbek qaqaqlab kulib ketdi.